Bugungi videomizda biz har xil monstrlar bilan jang qilamiz va ularni mag'lub etmaguncha tinch qo'ymaymiz. Bugungi videorolikimiz ancha qiziqarli bo'lishi aniq. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va like ham bosib qo'ying. Har unda biz ko'p so'z o'tirmasdan boshladik. Va mana o'zingiz ko'rib turibsizki, bizning bazamiz temir blokni iborat hech kim kira olmasligi uchun. Men hozir sizlarga bazamizni tanishtirib o'tiraman. Bu yerda har xil bronyalar bor. Albatta jang qilishga bu kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir qog'ozimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni kiyamiz, buni ham kiyamiz. Va nimaga sekin qimirlayapti, o'zim ham bilmayman vallahi. Hop, bu yerda ikkita anaqa bor. Oti nima deysimlar chiqib qoldi. Xullas, totemlar bor edi bu yerda. Hop, va bizga eng kerakli bo'lgan totemlarni chap qo'limizga olamiz va qolgan invertaga solib qo'yamiz va bitta qilich, ya'ni sharpness va knopka sehrlangan va oltin olmalar va kerak bo'lsa даже keyfi ham bor. Va biz ko'p so'z o'tirmasdan jangni boshlaymiz. Let's go baby. Yo my ba shuncha nima qanday o'ldiraman endi? Hammasi meni otib tashlab billat. Tilim aylanmayapti. Xullas bular qanday o'ldiraman o'zim ham tasavvur qila olmayapman mo'lla. Hop, endi nima qilsam bo'ladi? Aytingchi, bizda qalqon bor. Nima bularda o'qlar portlab ketyaptimi? Qanisiga bular o'qlar portlab ketishi mumkin? Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz uni o'ldirishimiz kerak. Eng qizig'i, men uni ursam o'z jonim ketyapti-da. Qala hozir men uni uraman, qaranglar. Ko'ryapsizmi? Kichik jonim ketyapti. Ya'ni qimirlayapman ekranim. Bu degani jonim ketyapti degani. Xo'p, men uni ham urib ko'raylik, qarang. Mana qaranglar, men oldiga kelaman. Uni bitta solaman. Mana ko'ryapsizmi? Joni ketyapti. Ya'ni jonim ketyapti va biz uni o'ldirdik va bizda gubka paydo bo'ldi. Bular esa bizga umuman kerak narsalar. Va biz boshqa dushmanlarni ham o'ldirishimiz kerak bo'ladi bolalar. Ortdan olmani yeb olamiz va orqadan kim hujum qilyapti? Yo'mayo, shunchalik ham krisa bo'lishi mumkin-a odam. Ko'ryapsizlar, buni o'qib portlayapti bolalar. Qanaqasiga o'qib portlayapti bilmayman. Qanaqadir mod qo'shgan bo'lsam kerak. Mayli, men ularni ham o'ldirishimizni yo'mayo tepaga uchirib yuborishdi meni. Eng qizig'i, ana ular ham uchib ketyapti. Villagerlar ham bor. Men endi qaqa tushaman. Gidaydi, men suvga tushishim kerak, chunki pastga tushib o'lib ketish niyatim yo'q. Meni totemim bo'lsam atiga 3 ta xolos. Yo'mayo. Yaxshi bo'ladi. Missiya komplet desam bo'ladi. Xo'p, endi men qanday chiqaman bu yerdan? Axir menga effekt berish o'zlari olib tushib qo'yib, o'zlari chiqarib yuborishyapti. Qanday bir ajoyib bir savobgo'y insonlar, shalkallar mayli. Endi qayerga tushaman men endi? Va men o'zlaringiz ko'rib turibsizlarki, men o'zim bazam tomiga tushdim bir amallab va shuncha oldimda dushman va enemilar turibdi. Ya'ni bular yo'qotishimiz kerak. Bitta minus va blin, yana uchirib yuborishdi. Men nima qilaman? Kak bularni o'ldiraman. Nihoya o'ldiraman men bularni. Uzr bilmayman. Bilmasdan xitoycha gapirib olaman, e'tibor bermasizlar bunga. Xo'p, endi nima qilsam bo'ladi? Va yo mayo bitta totem ishlab ketdi. Bazaga kir. Lavaga tushdim, ahmoq. To'nkan lavaga tushma. Bazaga kir, dabba tezroq chiq. Blin, nima bo'lyapti? Hozir o'lib ketaman-da. Bitta bazaga plab kira olmayman, shunchalik ahmoq bo'lamanmi? Bola o'zlaring ko'rsa o'lib ketdim. Nima san qayerdan kelding? Menga begona mehmonlar kerak emas. Qayerdan keldi o'zim ham bilmayman. O'lib ham ketdim-da. Xo'p, endi men bitta chap qo'limga men totemni kiyib olsam, endi sekin astari bilan bular bilma bir qo'qishtiramiz bolalar. Balki nima kimni duxu yetaman men urishga. Meni o'ldirdik, bitta minus. Meni ham o'ldirishim kerak edi, blin. Yana tepaga uchirib yuborishdi. Endi nima qilaman? Mana bolalar ikkita kalboshlar bilan birga osmonda uchib yuribmiz, nima qilishni bilmay. Hozir men uni maqsadim otgan o'qib portlayapti-yu. Shu qalqoni bilan qaytarib o'zini o'ldirib yuborish. Qani o'xsharmikin yo'qmi? Qani? Yo'mayo, o'xshadi bolalar, ajoyib reja. Xo'p, endi men qana qilib pastga tushishimni o'ylashim kerak. Endi men nima qilaman? Birkin qanday pastga tushaman? Hozir oltin olmaysam, tushsam bo'lsa kerak, balki regenerasiya bo'lib. Nima qilsam bo'ladi? Yo'mayo, vobshe tepaga chiqib ketdim. Burasi haddan oshdi. Yo'mayo, o'lishni xohlamayman. O'lmadim, totemim bor ekan. Totemim yo'q deb o'yladim. Hali meni bola-chaqa, balobatda boshqalar ham bo'lish kerak menda. Hali men yashashga umidim bor. Yo'mayo. Bular bezor qilishdi. Nima qilaman men? Hayotga shuncha qiynalganim uchun like bosyapsizlarmi o'zi? Bolalar, men bitta zo'r ideya o'ylab topdim. Mana bu ko'p to'chili meni uchirib yuboryapti, to'g'rimi? Shuni qalqon bilan qaytarsam meni uchirmaydi, to'g'rimi? Va men shuni hisobiga men uncha tepaga ko'tarilib ketmayman. Ajoyib ideya, lekin men hozir tepaga uchib bo'lganim sababli qaqa tushdi o'ylab o'tiribman. Men ana yerga suvga tushsam bo'ladi, lekin u yoqqacha yetib bora olamanmi? Yo'qmayo. Yana bitta totemimdan ayrildim bolalar.
Endi nima qilishni o'ylashim kerak. Bitta totemim yoki umuman totem qolmagan menda menimcha. Bitta qarayotganlarimni menimcha qolmagan bo'lsa kerak. Stop. Mani o'qib portlarkan, stop. Mani otib ko'raylikchi. Yo'q, o'lib ketdi. Hozir mani otib ko'raman. Mani yo'q, tegmay qoldi. Mani darmetlar o'qib portlayapti, bola. Ko'ryapsizlar? Portlab ketdi daji. Bu krisalar meni portlatib yotibdi. Qaysidir mod sababli. Bildim, qanaqa mod qo'yib qo'yganman, o'zim ham bilmayman. Hozir qaytaraman o'qini va o'lib ketdi. Jonim kam qoldi. Yo'q, 1.5 What the f? Tak endi Sharkini o'ldirishimiz kerak, chunki bular asabni buzyapti. Yo'q, ana bitta minus yana. Meni ham o'ldirishim kerak. Yo'q. Manu endi arbalet bilan chiyalarmikanman hozir tekshirib ko'ramiz. Va chiyalmadim. Yo'q, jonim kam, lekin jonim вообще kam. Hozir 6 olmayapsam 7-osmonga qarab sekin 3 ketishim ham mumkin bo'lar endi. Yo'q, astag'firullah. Yo'q, men o'lishni xohlayman. Yo'q. Vex qoch, bor kuching bilan qoch. Oyog'ingni qo'lingga olib qoch, ukam. Farqi yo'q baribir bularga. Hozir men bularni qanday o'ldirsam bo'lar bola? Tashqariga chiqib papa otib tashlashayapti qaranglar. Ana endi chiqaman, mo'ljim o'lib ketdim. Qanday bular yengsa bo'ladi? Yo bular Terminator yoki bular temirmi? To'g'rirog'i Iron Man demoqchi edim. O'ldirib tashlashdi-ku bular. So'mas, lekin uyimga kiradiganim yo'q bu yarim. Voy ahmoqlar, men uyimda non yo'q, bir-birdan non ham yo'q. Qanday sizlar meni mehmonga kirishinglar mumkin? Yo'qol. Uyim chang bosib yotib tarartganim yo'q. Hop, mayli tepa chiqamiz. Ko'ryapsizlarmi? Chiqib otib tashlashadi qalla. Bitta meni o'ldirdik deylik. Bo'ldi, o'lib ketdim. Bularni o'ldirish nikak iloji yo'q. Bular aytibman Terminator. Shuning uchun ko'ryapsizlar, hamma braynalarimni tashlashgan. Bu esa ikkinchi braynalarim. Juda nos tugadim deyman, brat kelyapti. Yo'qoling, bratam. Jonim 1.5 ta qolganda keladi-ya, bu yaramas. Yo'qol. Yo'q, bundan qo'rqish kerak bolalar. Bu sekin asalik bilan olib qaytmaysa o'lib ketamiz. Tez yugurib chiqmasak bo'lmaydi bolalar. Chiqamiz. Nima ikkinchi faza boshlandimi? Bolalar ikkinchi faza boshlandi. Boshqa moblar ham qo'shildi bizda. Yo'q. Bular qayerdan keldi desam, yo'q, Vex ham kelibdi. Bular namcha kuchli. Ona! Vaqtiga sog' bo'lgunlar. Endi bular qanday yengsam bo'ladi? Bularni yengishni kerak. Shuning uchun hozir kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Keyingi video chiqishi uchun motivatsiya beringlar.